bilan sunnatlasizlar. Hozir biz vijvaniyani boshlaymiz. Hozir obuna bo'lib qo'ying. Hozir biz vijvaniyaning ikkinchi qismini boshlaymiz. Bizga obuna bo'lib va like bosib qo'ying. Va birinchi qismda o'zbekchalar bor edi. Hozirgina o'zbekchalar ketib qoldi. Uchinchi qismda 10 ta 20 ta like qilib qo'ysangiz, obuna bo'lib qo'ysangiz, uchinchi qismda sizlarni va bitta sherigimizni chaqirishimiz mumkin. Biz bilan siz obuna bo'ling va videoni boshlaymiz. Hozir birinchi o'rinda nima qilamiz deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qo'ying. Birinchi o'rinda biz daraxt chopishimiz kerak. Va biz bolta yasaymizda va yana kirka yasab olishimiz kerak. Çünkü tosh ham chopamiz. Uchun bizga kirka kerakda. Tosh chopishga ketishim kerak. Shuncha chizolmaydi. Shuning uchun biz ko'proq yig'ishimiz kerak. Yoki ikkinchi qismi qisqaroq bo'ladi. Uchinchi qismi ko'proq bo'ladi undan. To'rtinchi qismi ko'p bo'ladi. Beshinchi qismi ancha sal ko'proq bo'ladi. Unda bizga 30-40 ta like qilib bersangiz, chiqarishga harakat qilamiz. Hozir biz bunday qildik va qilich ham yasab olish kerak. Qilich yasash uchun bizga yana 4 ta kerak va yana qilichga kerak. Yaxshi, kirkani chopib olamiz. Keyin toshga ketishimiz kerak. Bizlarda tosh yo'q. Yerdagidan chiqishga to'g'ri keladi. Hozirgina men nima ko'rgandim? Qo'yga ahamiyat bergandim. Tosh chopish uchun yaxshi. Tez chiqsa yaxshi bo'ladi-da do'stlar. Bunday qilamiz va bunday qilamizda keyin bor ekan do'stlar bu yerda. Voy apandi. Bor ekan do'stlar. Su bor ekan yerda. Bilmadim, qonga o'xshayapti. Voy do'stlar, qon bor ekan bu yerda. Voy do'stlar, mana shu suv yomon. Su var ekan. Chopishimiz shart emas suvni. Biz tagiga ketamiz.
ko'proq qolishimiz kerak ekan do'stlar. Vestek ham kerak bo'ladi. O, kirka, o, toshli topib oldim. Do'stlar, yaxshi qilyapti. Do'stlar, obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lganlarga rahmat, katta rahmat. Hozir bizga ham 5,5 minut bo'lib qopti. 5,5 minut bo'lib qopti bizga ham. Biz уже kamroq qoldi videomiz. Lekin hali to'xtatmaymiz. Bizga ko'p bo'ladi rosa. Lekin ko'rishga harakat qilinglar. Bizning videomiz yoqqan bo'lsa obuna va like bosib qo'ying. Va уже oddiy ham sindi. Endi Toshkentda davom ettiraman. Oddiga qaraganda toshli zo'r chepatda. O'zi do'stlar ancha bo'lib qo'ydik. Yo, ana nima? Hech bala chiqmayapti. Hozir biz buni hozir biz pechka yasab biz lekin do'stlar zo'r yuquramiz. Bersaga kirib bitta yangi yasab olish kerak edi baribir do'stlar. Asqotda baribir yangi yasab mayli hech bala chiqmasa ham do'stlar biz tepaga chiqib ketamiz уже. Chunki tepaga chiqishimiz shart-da. Tepaga chiqishimizga ham ancha bo'lib ketdi xudo. Do'stlar yetmayapti baribir hech bala. Onlardan ishlatamiz do'stlar, paxtalar. Do'stlar foydasi yo'q-da baribir. Ana chiqib oldik. Bundan ozgina ishlatishimiz kerak. Do'stlar, qo'y. Qo'yam yaxshi lekin. Do'stlar, bilaring kerak. 3 ta qo'ygandan kravat yo'tash mumkin. Bu kravatimiz tayyor do'stlar. Biz kravatimiz tayyor bo'lib qoldi.
do'stlar, yana obuna bo'lib qo'ying dedik. Do'stlar. To'g'ri bo'lsak bo'ldi. Endi bemalol uxlaymiz do'stlar. Chunki uxlaymiz do'stlar. Do'stlar, shunday qilib bizning video ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan men silla bo'ldim. Obuna bo'lib qo'ying faqat do'stlar. Biz obuna bo'lib qo'ysangiz bu ikkinchi qismini 3-qismiga aylantiramizda. 3-qismini chiqarishga harakat qilamiz. Sizlar bilan silla bo'ldi. Xayr do'stlar.